Aziz UFC va Shahzod Gold o'rtasidagi janjalni barchangiz eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu janjalning sababi endi oshkor bo'ldi. Chunki Aziz UFC barchasini ijtimoiy tarmoqlar orqali oshkor qildi. Aziz UFC bir paytlar Shahzod Goldni o'zi bilmagan holda uning gaplarini qaytargan va Goldni masxara qilib qo'ygan. Shundan so'ng barchasi boshlangan. Keyin Gold ham jin turmagan. Aziz UFC'ning oila a'zolarining rasmini butun internet tarmog'iga joylagan. Ularning o'rtasidagi janjal shundan boshlangan. Lekin Aziz UFC xatolarini tan olib, o'sha videolarni barchasini o'chirib tashlagan. Ammo Gold esa ularning rasmlarini hech birini o'chirmagan. Do'stlar, yaxshisi videoni ko'ringlar. Bu yerda kim haq, kim nohaqligini kommentariyaga yozib ketasizlar. Xotinimni, oilamni. Assalomu alaykum, parazitni mujiki, dostoyni mujiki. Mujiklar menga gapirishadi. Vizit taylaganlar atvet bermaysizmi? Men atvet bermayman. Men telefon polvon, internet polvon emasman. Men test qilib ko'rsataman. Amerikaga kela olmaysiz deb bittasi chiqadi. Men xohlagan joyimni Amerikaga qila olaman, xohlagan joyimni Amerikaga sola olaman. Men ular bilan gaplash, ularga atvet qilish men uchun nikanay, nipadebais his qilaman men uchun. Men internet polvonman. Xohlashga bo'lsa, xohlayman bo'lsa men tayyorman. O'zbekistonni she'rini ko'rsatishga tayyorman. Xoh internetga kerak bo'lsa, xoh internet orqasidan hayb yig'moqchi bo'lsanglar, mana bekkorda o'z gaplasha olaveradi. Gold o'yin Instagramni sportga, yoshlarga motivatsiya bo'lsin deb ochdi. Internetdagi haypa jo'r, karatislar bilan hayp ishlab, videolar chiqarib yurish uchun emas. Dostoyniy o'yinlar bo'lsa, Tailandga, Puketga kelinglar, professionalniy bo'y organizatsiya qilib, unsirozilarnikini olinglar. Agar sizlarga hayp kerak bo'ladigan bo'lsa, mana men sizlarga haypa jinnisini beraman. Assalomu alaykum, parazitni mujiki. Keyin u ponni buni qilaman. Parazitni otasi Toshpo'latov Saidjon Azimovich. Bu, короче, men bitta video qo'yganman, bir dona. U ancha yil oldin bitta video qo'yganman. Sardorda Dubayga borsam, soch turgan ekan, soch kiyib turib, "Assalomu alaykum akalar, paryadishni akalar" deb turib video qo'yganman. Bitta boshlanish. Keyin videoni qo'ydim. Qo'yganimdan keyin Sardorga Gold telefon qo'yapti. Meni ermilab qo'yibsan, deyapti. Men aytdim, "Sen kimsan?" dedim. "Men seni ermilayman" dedim. "Yo, seni dedim, Gold dedimmi? Kimsan? Men o'li agar u paytda Gold tanimas edim." U Instagramda rosa reko'ygan paytida dostoyniy paryadishni mujik deb. Men qo'yganman, men uni kim chiqarganidan xabarim bo'lmagan. U so'zni muallif kimligini bilmayman men. Keyin ashina bo'ldi, короче dedi, videoni o'chir dedi. Nimaga o'chiraman videoni dedim. Seni so'kkanim yo'q dedim, sen haqingda gapirganim yo'q dedim. Yo, bu gap sen dedim, registratsiya qilib olganmisan, o'zlashtirib olganmisan dedim. Desam, qo'tag'am kelmaydi qo'lingdan dedim. Nima deyapsan? Lubojida ko'rishaman. Qashqadaryoga ham borib ko'rishaman. Men javob beraman, sen hech narsa qila olmaysan dedim. Ashina bo'ldi-da, keyin Sardorga chiqqan, Sardor yonimga keldi, "Aziz" deb videoni o'chirib yubor, "Do'stim bo'lsang" dedi. Bu bir dona video o'chirdim. Keyin bu yonidagi Gandonga yetgan. Bu Gandon aktrisa qizni ham tinmay tema qilib yuradi 1 yildan beri. Yaqinda hali sportsmenga erga tegandi ham. Keyin videoni o'chirib yubordi-da, videoni ular ham o'chiradi dedi. Qo'yib tashlagan videoni Gold WhatsAppda Sardor bilan gaplashyapti, meni Instagramimdan Sardor videoni o'chiryapti. Mana Gold deyapti, "Sahraynga ham olganim yo'q, o'chirib yubordim" deyapti. Unga aytdi, "Endi Aziz dedi, ota-onasini videolarini o'chirsin" dedi. "Bilat, ne to" dedi. Keyin Gold o'chmaydi dedi. "Bo'pti" dedim, "O'chmasa turaversin" dedim. "O'chmasa turaversin" dedim. Qaytib yozsam ham ayda gap qilmadim, men dinnaxo'ydan berdim keyin meni. So'gachga gol kurashini o'laganda, o'zi ichak ko'rdik kurashni o'laganda. Meni tema qilishimning sababi akalar, bekordan bekorga men birovni tema qilmayman. Xudo xolasa, inshaalloh men sizlarga va'da beraman. Allohga qasam ichaman.